Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. O'yinbek avgustdan minimal pensiya 7374 so'm bo'ladi degan xabarlar, odamlar orasida tarqalayotgan gaplar va bu raqamning asal ma'nosi. Bu ma'lumot pensionerlar, nogironlik nafaqasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolar va ularning farzandlariga bevosita tegishli. Shuning uchun hozir videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha odamni ortiqcha vahimaga ham, aksincha o'z haqini talab qilmay qo'yishga ham olib kelishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu yerda oddiy odam tushunadigan tilda pensiya, nafaqa, hujjat va to'lovlar bo'yicha eng muhim masalalarni izohlab boraman. Avvalo eng asosiy savolga javob beraman. 774 so'm degani nima? Ko'pchilik bu raqamni ko'rib, nahotki minimal pensiya 774 so'm bo'lib qolsa, bu bir oylik pulmi? Oldingi pensiyam kamayadimi? Yo'mbeki avgustdan keyin hammaga shuncha beriladimi? deb xavotirga tushyapti. Men aniq aytaman. Bunday raqamni ko'rganingizda darhol xulosa chiqarmang. Pensiya tizimida bir oylik miqdor, kunlik hisob-kitob, qo'shimcha to'lov, qayta hisoblangan farq, indeksatsiya farqi, ustama va proporsional to'lov degan tushunchalar bor. 774 so'm ko'pincha odamlar tushunayotgan bir oylik minimal pensiya emas. Balki ma'lum hisob-kitobdagi bir kunlik farq yoki bir kunlik qo'shimcha miqdor sifatida talqin qilinishi mumkin. Mana shu joyda chalkashlik boshlanadi. Oldin qanday edi? Oldin ham pensiya yoki nafaqalar oshirilgan miqdor har doim ham oyning birinchi kunidan qo'llanmasdi. Agar qaror yoki yangi tartib oyning o'rtasidan, masalan, 15 avgustdan kuchga kirsa, unda to'lovlar ham o'sha kundan boshlab hisoblanadi. Ya'ni fuqaro avgust oyi uchun to'liq yangi miqdorni emas, balki 15 avgustgacha bo'lgan kunlar uchun farqni olishi mumkin. Keyingi oy, masalan, sentyabrdan boshlab esa yangi miqdor to'liq oy bo'yicha berilishi mumkin. Ko'pchilik aynan shu proporsional hisob-kitobni tushunmaydi va nega menga kam tushdi deb o'ylaydi. Aslida bu ba'zan kamayish emas. Balki oy o'rtasidan kuchga kirgan o'zgarishning kunma-kun hisoblanishi bo'ladi. Endi hozir nima o'zgardi degan savolga kelamiz. 15 avgust sanasi bilan bog'liq xabarlar tarqaganda odamlar birinchi navbatda o'z pensiya daftarchasiga, bank kartasiga yoki SMS xabarga qaraydi. Kimdir menga 7000 so'm qo'shimcha tushibdi, kimdir menda o'zgarish yo'q, yana kimdir 774 so'm degan raqam chiqdi deydi. Bu yerda eng muhim narsa shuki, hamma pensionerga bir xil qo'shimcha tushishi shart emas. Chunki pensiya miqdori faqat minimal pensiya degan bitta raqamdan iborat emas. Unda ish staji, avvalgi ish haqi, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik holati, yoshga doir pensiya turi, ustamalar, kompensatsiyalar va boshqa omillar bo'ladi. Shu sababli bir mahalladagi ikki pensionerning to'lovi ham bir xil chiqmasligi mumkin. Men buni oddiy misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, bir pensionerning eski pensiyasi kechasi 20 ming so'm edi. Yangi hisob-kitob bo'yicha esa unga takchasi 1000 so'm bo'lishi kerak. Farq qanchasi 1000 so'm. Agar yangi tartib oyning boshidan kuchga kirsa, u o'sha oy uchun to'liq taqvimda 1000 so'm qo'shimcha olardi. Lekin agar tartib 18 avgustdan kuchga kirsa, avgust oyida unga 18 avgustdan 30 avgustgacha bo'lgan davr uchun hisoblanadi. Bu taxminan 1 kun. Demak, tanga 1000 so'm bir oylik farq bo'lsa, kunlik farq tanga 1000ni 30 yoki 31 kunga bo'lish orqali aniqlanishi mumkin. Shunda odam bank xabarida kichikroq miqdorni ko'rib, meni aldashdi deb o'ylamasligi kerak. Chunki keyingi oy to'liq miqdor aks etadi. Endi 774 so'm misoliga yaqinroq kelamiz. Agar biror to'lovda kunlik hisob 774 so'm deb ko'rsatilsa, bu oylik hisobda taxminan 220 ming so'm atrofidagi farqqa to'g'ri kelishi mumkin. Masalan, 774 so'mni 30 kunga ko'paytirsak, 220 so'm chiqadi. Bu raqam shuni anglatishi mumkinki, fuqaroning to'lovida oyiga 221 ming so'm atrofida o'sish yoki qayta hisoblangan qo'shimcha mavjud. Lekin avgust oyida u faqat 10 sanadan keyingi kunlar uchun oladi. Agar 1 kun hisoblanadigan bo'lsa, 774 so'm 1 kunga ko'paytiriladi va taxminan 23 ming so'm atrofida qo'shimcha chiqadi. Mana shu oddiy arifmetika ko'p savollarga javob beradi. Kimlar ko'proq e'tibor berishi kerak? Birinchi navbatda minimal miqdorga yaqin pensiya oluvchilar. Chunki minimal miqdor o'zgarsa, ularning to'lovi bevosita ta'sirlanadi. Ikkinchi guruh ish staji kam bo'lgan pensionerlar.
Ularning pensiyasi ko'pincha eng kam miqdor yoki unga yaqin bo'ladi. 3-guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Chunki ularda to'lov turi, guruh va ustamalar alohida ahamiyatga ega. 4-guruh boquvchisini yo'qotgan oilalar. Masalan, bitta vafot etgan boquvchi hisobidan 2 yoki 3 nafar bola nafaqa olayotgan bo'lsa, har biriga to'g'ri keladigan ulush alohida hisoblanadi. 5-guruh pensiyaga yaqinda chiqqanlar. Chunki yangi tayinlangan pensiyada ish staji, arxiv hujjatlari, maosh ma'lumotlari to'liq kiritilganmi yoki yo'qmi? Bu juda muhim. Kimlar vahima qilmasligi kerak? Agar sizning pensiyangiz minimal miqdordan ancha yuqori bo'lsa va sizda ustama, imtiyoz yoki boshqa turdagi qayta hisoblash holati bo'lmasa, 7374 so'm kabi raqam sizning oylik pensiyangizni ifodalamaydi. Sizga hech kim endi pensiyangiz 7374 so'm bo'ladi demayapti. Bunday gaplar ko'pincha ijtimoiy tarmoqlarda noto'g'ri sarlavha, kesilgan skrinshot yoki tushunilmagan hisob-kitob sabab tarqaladi. Men har doim shuni aytaman. Pensiya masalasida faqat rasmiy manba pensiya jamg'armasi bo'limi Maytangov. Uz orqali ma'lumot yoki bankdagi real to'lov tarixiga tayanish kerak. Telegramdagi noma'lum kanal, qo'shnining gapi yoki bir tanishim aytdi degan ma'lumot bilan xulosa chiqarib bo'lmaydi. Keling, real hayotga yaqin bir nechta vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat, olimcha qiz yoshli ona 740 ming so'm atrofida pensiya oladi. Unga avgust oyida 1 ming so'mga yaqin qo'shimcha tushdi. U nega 220 ming tushmadi deb o'ylashi mumkin. Lekin agar qo'shimcha 19 avgustdan boshlab hisoblangan bo'lsa, to'liq oylik farq emas, faqat qolgan kunlar uchun pul tushadi. Sentyabr oyida esa to'liq yangi miqdor aks etishi kerak. Agar sentyabrda ham to'liq aks etmasa, ana shunda pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak. Ikkinchi vaziyat. Bir otaxonning pensiyasi 1 million 600 ming so'm. U ijtimoiy tarmoqda minimal pensiya oshdi degan xabarni ko'rib, nega menda oshmadi deydi. Bu yerda tushunish kerak. Minimal pensiyaning o'zgarishi har doim barcha yuqori pensiyalarni avtomatik bir xil miqdorda oshiradi degani emas. Ayrim holatda umumiy indeksatsiya bo'lsa, hammaning pensiyasi foiz yoki belgilangan tartibda oshadi. Lekin faqat eng kam miqdorga doir kafolat o'zgarsa, undan asosan past yoki minimal darajadagi to'lov oluvchilar foyda ko'radi. Shuning uchun yuqori pensiya oluvchi fuqaro o'zida o'zgarish yo'qligini ko'rsa, bu har doim xato degani emas. Uchinchi vaziyat, boquvchisini yo'qotgan ona 2 farzandi uchun nafaqa oladi. U har bir bolaga 74 so'mdanmi yoki umumiy hisobmi deb so'raydi. Bunday holatda to'lov turi juda muhim. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi vafot etgan shaxsning ish staji va daromadiga bog'liq bo'lishi mumkin. Nafaqa esa boshqa tartibda belgilanadi. Bolalar soni, ulush, minimal kafolat, yosh chegarasi, o'qish holati kabi omillar bor. Shuning uchun bunday oilalar SMSdagi umumiy tushumga qarab emas, rasmiy hisob varaqasiga qarab tekshirish kerak. Pensiya bo'limidan menga hisob-kitob varaqasini chiqarib bering deb so'rashga haqlisiz. 4-vaziyat. Fuqaro yaqinda pensiyaga chiqqan. Lekin arxivdan eski ish haqi ma'lumotlari hali to'liq topilmagan. Unga vaqtincha pastroq pensiya tayinlangan bo'lishi mumkin. Keyin hujjatlar topilgach pensiya qayta hisoblanadi va oldingi davr uchun farq ham to'lanishi mumkin. Bunday odam 7374 so'm kabi raqamni ko'rsa, bu yangi minimal pensiya emas, balki uning shaxsiy qayta hisob kitobidagi kunlik farq bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun hamma shuncha oladi degan xulosa noto'g'ri. Endi istisnolar va ko'p odam bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensiya oshgan bilan qarzdorlik bo'lsa, kartaga tushgan summa kamroq ko'rinishi mumkin. Masalan, aliment, ijro hujjati, bank krediti bo'yicha ushlab qolish yoki boshqa majburiy undirishlar bo'lsa, hisoblangan pensiya boshqa, qo'lga tushgan pul boshqa bo'ladi. Odam esa menga oshirilgani berilmadi deb o'ylaydi. Shuning uchun bankdan faqat tushumga emas, ushlab qo'lingan summalarga ham qarash kerak. Ikkinchi nozik jihat, pensionerning plastik kartasi bank filiali yoki to'lov sanasi farq qilishi mumkin. Hammaga bir kunda tushmaydi. Ba'zan bir mahallada bir kishiga bugun tushadi, boshqasiga ertaga tushadi. Bu har doim ham pensiya hisoblanmaganini anglatmaydi. To'lovlar grafik asosida amalga oshiriladi. Lekin belgilangan muddat o'tib ketib pul tushmasa, albatta murojaat qilish kerak. 3-nozik jihat, minimal pensiya bilan minimal iste'mol xarajatlari yoki bazaviy hisoblash miqdorini adashtirmaslik kerak. Odamlar ko'pincha davlatdagi turli raqamlarni bir-biriga aralashtirib yuboradi. Bazaviy hisoblash miqdori jarimalar, yig'imlar, ayrim to'lovlar uchun ishlatiladi. Minimal pensiya esa pensiya ta'minotidagi
eng kam kafolat miqdoriga bog'liq bo'ladi. Minimal ish haqi esa mehnat munosabatlariga tegishli. Bular bir-biriga o'xshash tuyuladi, lekin huquqiy ma'nosi boshqa-boshqa. 4-nozik jihat. Ayrim to'lovlar avtomatik hisoblanadi. Ayrimlari uchun ariza talab qilinishi mumkin. Masalan, umumiy indeksatsiya bo'lsa, ko'pincha fuqaro alohida ariza bermaydi. Lekin ish stajini qo'shish, ilgari hisobga olinmagan davrni kiritish, arxiv ma'lumotlarni taqdim etish, qaramog'idagi shaxslar bo'yicha ustama so'rash kabi masalalarda fuqaroning o'zi hujjat topshirishi kerak bo'ladi. Davlat o'zi hammasini biladi deb kutib o'tirish har doim to'g'ri emas. Sizning eski ish joyingiz yopilib ketgan bo'lsa, arxivdagi ma'lumotni siz olib kelishingiz kerak bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat. Pensiya tayinlangandan keyin ham uni qayta ko'rib chiqish mumkin. Agar siz pensiya chiqqan vaqtda ayrim ish yillaringiz kiritilmagan bo'lsa, maosh ma'lumotlari noto'g'ri olingan bo'lsa, familiya o'zgarishi tufayli hujjatdan olinmagan bo'lsa, harbiy xizmat, bola parvarishi, o'qish yoki boshqa davrlar bo'yicha savol bo'lsa, bularning hammasi tekshirilib, qonun doirasida qayta hisoblanishi mumkin. Ba'zan odam 5 yil davomida kam pensiya olib yuradi, keyin hujjatni topadi va shundan so'ng to'lov oshadi. Shuning uchun pensiya miqdoridan shubhalansangiz, shunaqa ekan deb qo'l siltamang. Endi amaliy maslahatlar. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, bank kartangizga tushgan pulni va SMS xabarlarini tekshiring. Faqat umumiy summani emas, aynan qaysi nom bilan tushganini ko'ring. Pensiya, qo'shimcha to'lov, qayta hisob-kitob kabi yozuvlar bo'lishi mumkin. Agar imkon bo'lsa, bank ilovasidan oxirgi 2 oy bo'yicha ko'chirma yuklab oling yoki bank filialidan ko'chirma oling. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Murojaat qilganda umumiy gap bilan nega kam demang. Aniq savol bering. Mening pensiyam 12 avgustdan keyin qayta hisoblanganmi? Qayta hisoblangan bo'lsa, eski miqdor qancha, yangi miqdor qancha? Avgust oyida necha kun uchun farq to'langan? Sentyabrdan to'liq oy bo'yicha qancha olishim kerak? Menga hisob-kitob varaqasini yozma yoki elektron shaklda berasizmi? Mana shunday savollar bersangiz, javob ham aniq bo'ladi. 3-qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni ham oling. Mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotnomalar, arxivdan olingan ish haqi hujjatlari, harbiy xizmat hujjatlari, nogironlik bo'yicha tibbiy mehnat ekspert komissiyasi ma'lumotlari. O'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar sizning muammoingiz farzand, qaramog'idagi shaxs yoki o'qiyotgan bola bilan bog'liq bo'lsa, tug'ilganlik guvohnomasi va o'qish joyidan ma'lumotnoma ham kerak bo'lishi mumkin. 4-qadam, yozma ariza qoldiring. Og'zaki so'rash yaxshi, lekin yozma murojaat yanada kuchli. Arizada shunday yozish mumkin. Mening pensiya miqdorim 19 avgustdan kuchga kirgan o'zgarishlar asosida qayta hisoblangan hisoblanmaganini tekshirib berishingizni, eski va yangi miqdorlar. Kunlik farq hamda to'langan summa bo'yicha yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Ariza oxirida telefon raqamingizni yozing, sanani qo'ying, imzo cheking. Arizangiz ro'yxatdan o'tgan raqamini albatta olib qo'ying. 5-qadam. Agar javobdan qoniqmasangiz, yuqori turuvchi organlarga murojaat qiling. Avval tuman bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi, zarur bo'lsa, pensiya jamg'armasining markaziy tizimi yoki My.Bonk.uz orqali elektron murojaat qilish mumkin. Elektron murojaatda hissiyotga berilmasdan aniq faktlarni yozing. Qaysi oyda qancha oldingiz? Oldin qancha edi? Qaysi xabar asosida savol tug'ildi? Qaysi hujjatlar bor? Bo'lim sizga nima dedi? Shunda murojaatingiz jiddiy ko'rib chiqiladi. 6-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya oshishi, qayta hisoblash yoki qo'shimcha to'lovlar haqida xabar chiqqanda, ayrim firibgarlar men sizga pensiyani oshirib beraman, kartangiz raqamini yuboring, SMS kodni ayting. Oldindan xizmat haqi to'lang deb aldashi mumkin. Hech qachon SMS kodni hech kimga aytmang. Bank kartangizning to'liq ma'lumotlarini begonalarga bermang. Pensiya hisoblash rasmiy tartibda amalga oshadi. Tanish bilish orqali noqonuniy oshirib berish degan gaplarga ishonmang. Agar kimdir pul evaziga masalani hal qilib beraman desa, bu katta xavf belgisi. 7-qadam, oila a'zolari pensioner ota-onasiga yordam bersin. Ko'p otaxon, onaxonlar bank ilovasini ishlatmaydi. SMSni to'liq tushunmaydi. Hisob-kitob isi varaqasini so'rashni bilmaydi. Farzandlar ularning hujjatlarini tartibga solib, to'lov tarixini tekshirib,
kerak bo'lsa pensiya bo'limiga birga borish kerak. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan pensionerlar uchun bu juda muhim. Chunki ular noto'g'ri xabarni eshitib, asabiylashish yoki aksincha o'z haqqini talab qilmay qo'yishi mumkin. Men ekspert sifatida sizlarga eng muhim xulosani aytaman. 7374 so'm raqamini ko'rib, uni avtomatik tarzda bir oylik minimal pensiya deb qabul qilmang. Bu raqam ma'lum bir hisob-kitobda kunlik farq. Proporsional qo'shimcha yoki qayta hisoblash elementi bo'lishi mumkin. Pensiya masalasida asosiy savol bitta. Sizning shaxsiy pensiya ishingizda eski miqdor qancha edi, yangi miqdor qancha bo'ldi va qaysi sanadan boshlab hisoblandi? Mana shu 3 ta savolga javob topsangiz, hamma narsa oydinlashadi. Yana bir narsani unutmang. Agar pensiyangiz oshgan bo'lsa, avgust oyida tushgan pul keyingi oylar uchun mezon bo'lmasligi mumkin. Chunki avgustda o'zgarish faqat oyning bir qismiga to'g'ri keladi. Keyingi to'liq oyda haqiqiy yangi miqdorni ko'rasiz. Agar keyingi oyda ham savol qolsa, albatta hujjat bilan murojaat qiling. Agar siz minimal pensiyaga yaqin to'lov olayotgan bo'lsangiz, ish stajingiz kam bo'lsa, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi bo'lsa, o'z hisobingizni tekshirtirish ayniqsa zarur. Bugungi mavzuni yakunlar ekanman. Sizdan iltimos qilaman. Agar sizga 10 dekaja avgustdan keyin pensiya yoki nafaqa bo'yicha qo'shimcha tushgan bo'lsa, kommentariyada yozing, qancha farq bo'ldi, qaysi viloyatdansiz, to'lov o'z vaqtida tushdimi? Boshqa yurtdoshlar ham sizning tajribangizdan xulosa qiladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki pensiya masalasida bitta to'g'ri tushuntirish minglab odamning asabini, vaqtini va haqqini saqlab qolishi mumkin.